Azizlarim, hozir turdim. Kontent olishga qaror qildim. Chunki agar kutsam, qachon uyqum ochiladi, qachon betim to'g'rilayman, qachon yuvinaman, qachon sochim tarayman desam, men kontent ola olmayman. Shunday kamerani qo'ydimda, hozir mana turdim. Farqi yo'q. Turdim, betimni yuvaman, choyimni ichaman, keyin dars qilaman, keyin o'qishga boraman, keyin bilmayman nima qilaman. Shuning uchun men kontent kutib yotsam, qachon meni vaqtim bo'ladi, qachon men o'zimni basharamni to'g'rilayman deb kontent bo'lmaydi. Shunday qilib men bir haftadan beri umuman efirga chiqa olganim yo'q. Instagramga boricha ko'rsataman. 45 yoshdan keyin buyuk mana shunday bashara bo'lib turasan. 45 yoshdan keyin bittirmaysan. Albatta uyqung ochilib, abadgacha shishing ketguncha shunday o'tirasan mana shu yutib. Ketdim borib yuvinay. Keyin bitta gap nimagadir. Nimagadir oxirgi paytlar meni umuman постоянно хронический holda shunaqa bo'lyapti yuzim. Я не могу исправить это. Я не могу исправить это. Вот такая есть. Не хочу краситься, не хочу порядок себе приводить. Мне просто кайфово, вот какая есть, натуральная, какая есть. Eng muhimi odamning ichidagi, yuragidagi, qalbidagi состояние. Kalla, bet, soch, u farqi yo'q. Все должно внутри тебя радовать. А внешний вид для меня сейчас не важно. Ketdik yuvamiz. Birinchi sochimni qistirib olaman. Qistiraman. Birinchi o'rinda nima qilaman? Mana tuz, oddiy oshxona tuzi, ekstra oshxona tuzi kecha. Tuzimni tugagandan keyin sotib oldim. Shu bilan yuvaman. Tuz bilan yuvsam menga yoqadi, bilmayman. Boshqa yuzlarda menga uchun подходит. Shunchaki yuzimni namlab oldim. Basharamni namlab oldim. Bunday quyaman buni. Ko'ryapmi? Mana. Bu qo'limni namlab olib, ikkinchi qo'llarim bilan shitib tuzlayman. Ishonasizlarmi, shu tuz bilan 1 yildan beri yuvaman o'zi ham. Kuydirib, shilib, terisini julib olib, qizartirmaydi. По крайней мере, meni yuzimda. Bu tuz bilan borku, sochimni yuvishdan oldin terisiga surtaman. Butun tanamga surtaman. Smetana qo'shib yoki qatiq qo'shib tuzga tanalaring surtsalaring, u ham yaxshi effekt, skrabирование и увлажнение bo'ladi. Воспалительный jarayonda oladi. Bizda qadimiy ota-bobolarimiz qadimdan tuz bilan yuvinishgan bo'lgan bilmasalaringiz bilib qo'yinglar. Men nafaqat yuzimda, balki tishimni ham zubniy pastaga tuzni bitib qo'shib beraman, qarang, tuz. Yuzimga Nivea kremini surtaman, qurigandan keyin mana shunaqa. Robin ishga ketdi bugun. Mana qizil ishtonni shunday yechib, yuvinib, yechib. Mana ishtonni mana korзинаga solsa bo'ladi-ku. Yo'q, mana shu yerda turadi, mana shu yerda yechib ketadi, bilmayman nimaga, shu odati bor. Shunaqa. Hammalaringizga yaxshi kun. Like bosing, kommentariy yozing.